Tanangizni qanchalik yaxshi bilasiz? Qon, yurak, jigar bu organlar haqida ko'p eshitganmiz. Hajmi odatiy holatda mushtdek, ammo ba'zi holatlarda futbol to'pi kattaligigacha kattalashishi mumkin bo'lgan organ borligini bilarmidingiz? Bu organning nomi taloq. Aksariyat odamlar uning qayerda joylashganini ham bilmaydi. Go'yoki tanamizda maxfiy yashiringan sirli mexanizmdek. Taloq har soniyada qonimizni tekshiradi. Eskirgan qizil qon hujayralarini aniqlaydi va ularni yo'q qiladi. Ularning o'rniga yangi qon tanachalarini ishlab chiqarilishiga zamin yaratadi. Natijada qon aylanishi yangilanib turadi. Kislorod tashuvchi tizim barqaror ishlaydi. Taloq limfositlar va antitanachalar ishlab chiqaradi. Bu esa infeksiyalarga qarshi birinchi himoya liniyasini tashkil qiladi. Shuning uchun grippga qarshi kurashayotganingizda taloq tinimsiz ishlaydi. Taloq ichida taxminan 200 ml gacha zaxira qon saqlanadi. Agar tana ko'p qon yo'qotsa, masalan, jarohat paytida taloq bu zaxirani tez qon aylanish tizimiga chiqaradi. Hayotni saqlab qoluvchi tabiiy qon banki desak ham mubolag'a bo'lmaydi. 2022-yilda chop etilgan ilmiy maqolada cardiosplenic axis, ya'ni taloq yurak o'rtasidagi o'zaro aloqaning yurak salomatligiga ta'siri o'rganilgan. Unda ta'kidlanishicha, taloqning yallig'lanishga javob va immun hujayralarini ishlab chiqarishdagi faoliyati yurak kasalliklarini, xususan miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi va ishemik kasalliklarni rivojida muhim rol o'ynaydi. Immunitetingiz qon aylanishi va yurak salomatligida bevosita unga bog'liqligini unutmang.